Avvalambor assalomu alaykum azizlarim. Bugungi mavzuyim bu hafta sizni nima kutyapti shu haqida ko'ramiz. Azizlarim, tarot ham, kartalar ham bu energiyalaringiz orqali ko'riladi. G'aybni esa Allohdan boshqa hech kim bilmaydi deb doim aytganman. Kartalarga, ya'ni tarot energiyasiga qiziqqan insonlar bo'lsa, bu video aynan sizlar uchun. Men bilan bog'lanish uchun esa video ostiga Telegram nikimni yozib qo'yaman. Shu orqali bog'lanasiz. Qani boshladik. Bu hafta sizni nima kutyapti? Bu hafta sizni nima kutyapti? Xo'p, bu haftaga kirar ekanmiz. Kartalar juda ham ijobiy energiyani aytmoqda. Sizga bu hafta baraka, pul va o'zingiz uchun g'amxo'rlik qilish davri boshlanayotganini bildiradi. Siz o'zingiz uchun chiroyli bir narsa sotib olishingiz yoki yangi ish, yangi imkoniyatlarga kirishingiz mumkinligini aytmoqda. Bu haftada sizga yordam beradigan, qo'llab-quvvatlaydigan, yo bo'lmasa yo'l ko'rsatadigan bir inson kirib kelish ehtimoli borligini ham kartalarimiz gapirmoqda. Xo'p, bu ish yoki shaxsiy hayotingizga tegishli ham bo'lishi mumkin. Ayol kishi kartalarimizni ko'rayotgan bo'lsa, erkak kishiga o'girasiz, erkak kishi ko'rayotgan bo'lsa, ayol kishiga o'girasiz. Xo'p, siz uchun yana bir chiroyli karta xabari aytmoqdaki, orzularingizdan biri asta-sekin amalga oshishni boshlaydi. Hattoki kichik sayohat borligi yoki yangilik, qalbingizda bir kutgan xushxabar bo'lishligini gapirmoqda kartalar. Bu hafta esa sizga baraka va to'kinlik kuchli bo'lishi, shu bilan birga bu hafta sizga berish ham, olish ham davri bo'ladi. Hayotingizda iliqlik va mehr ko'payadi. Sizni yoki eslashlari mumkin yoki bo'lmasa siz eski holatlarni eslaydigan holatda biroz bo'lishingizni kartalarimiz aytmoqda. Yakuniy qismda nima demoqchi kartalarimiz? Siz uchun umuman olganda juda ham iliq, ya'ni o'rtacha bir baraka, kutilmagan sovg'alarga boy hafta bo'ladi. Siz xohlagan narsangiz, ya'ni nima desam, siz xohlagan narsangizga asta-sekin yetishingiz, ya'ni sekinlashayotgan bo'lsa ham bu barqarorlik hafta bo'ladi deb kartalarimiz aytmoqda. Orzularingizdan biriga yaqinlashayotganingiz haqida kartalarimiz gapirmoqda. Sog' bo'lasizlar azizlarim.